Hurmatli puli ko'p akalar, sizlarga zo'r taklif bermoqchiman, yana ham pulingiz ko'payishi uchun. Ha? Savod taklif. Albatta. Albatta. Investitsiya qilish kerak bir joyga. O'tganlarga investitsiya qilsanglar, inshaalloh 100% pulingiz o'zingizga 10 barobar, 100 barobar, 1000 barobar qaytib keladi. Uning uchun bu videoni oxirigacha ko'ringlar. Bizlar mana shu kafelarni qilib berishimiz kerak, o'rtoqlar. Faqat Allohning yordami bilan, Allohning fazli bilan qo'limizdan kelgancha tez, sifatli, zabardast, baquvvat qilib bermoqchimiz mana shu kafelarni. Bu Limonariyada joylashgan masjidimiz, Qoramurtda yo'lida, chap qo'l mahallada joylashgan masjidimiz. Videoni o'tkazib yubormang, like bosib esingizdan chiqmasin. Kerakli joyga yetib borish uchun hissingizni qo'shing. Mabodo moddiy taraflarni qo'sha olmasangiz, istoriyangizga qo'yib bering. Faqat puli bor odamga karta qo'ya olmaymiz. Ya'ni bizga hozircha masjidga homiylik kerak. Nimaga? Kafel, sifatli kafel, ya'ni bo'lsa, yaxshisi bo'lsa masjidga bo'lsin. Kafelnikilar homiy topildi, zajim homiy topildi, snabjeniya bo'yicha homiy topildi. Hozircha kuzatib turinglar, yana sizlar tomonidan yana nima yordam taklif bo'ladigan bo'lsa, mabodo sizlarga yetishimiz mumkin. Kunlar davomida, oylar davomida xohlasa yetkazib beramiz. Rahmat, qo'llab-quvvatlab boringlar, egasiga yetib borsin. Like esdan chiqmasin.